Buyrak toshidan qutulishning 5 ta yo'li. Sizni buyrak toshi qiynaydimi? Demak, bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik o'ylaydi, buyrakda tosh bo'lsa, uni albatta operatsiya qilish kerak deb. Lekin ba'zi holatlarda uni operatsiyasiz ham yo'qotish mumkin. Bu videoda siz buyrak toshidan qutulishning 5 ta asosiy yo'lini bilib olasiz va qaysi holatda qaysi usul to'g'ri kelishini tushunib olasiz. Assalomu alaykum. Men Nasriddinov Kamronoddin Zuhriddin o'g'li, Zarmet Protection universitet klinikasining endokrinolog shifokoriman. Bugun siz bilan buyrak toshlaridan qutulishning eng samarali va amaliy usullari haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Birinchi usul bu ko'p suv ichish. Agar toshlar unchalik katta bo'lmasa, organizm uni o'zi chiqarib yuborishi mumkin. Buning uchun kun mobaynida yetarli miqdorda suv yoki suyuqliklar ichib yurilishi muhim. Bu usul faqatgina katta bo'lmagan toshlardagina samarador. Ikkinchi usul to'g'ri ovqatlanish. Tuzli, o'ta achchiq, zararli mahsulotlar va o'ta ko'p miqdorda go'sht mahsulotlarini iste'mol qilish tosh hosil bo'lishini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun ratsionga amal qilish juda ham muhim. Ko'proq suvli mahsulotlar, sabzavotlar va foydali ovqatlar tosh hosil bo'lishini oldini oladi. Uchinchi usul tabiiy ichimliklar va o'simlik damlamalari. Ba'zi bir ichimliklar siydik ajralishini yaxshilaydi va siydik yo'llarini tozalashga yordam beradi. Lekin bu usullarni ham me'yorida va shifokor tavsiyasi bilan qo'llanilishi kerak. To'rtinchi usul ko'proq harakat qilish. Yengil jismoniy tarbiya, yurish, yugurish, jismoniy faollik toshning joyidan siljishiga va pastga tushishiga yordam berishi mumkin. Ammo bu usul ham faqat kichik toshlardagina samarador bo'ladi. Muhim eslatma, shuni unutmang. Agar tosh katta bo'lsa yoki og'riq kuchli bo'lsa yoki tana harorati ko'tarilsa, yuqoridagi usullar yetarli bo'lmasligi mumkin. Endi esa 5-usul. Bu operatsiya orqali toshni olib tashlash. Agar tosh katta bo'lsa, siydik yo'llarini to'sib qo'ysa, kuchli og'riq bo'lsa yoki tana harorati yuqori bo'lsa, shifokor nazoratida operatsiya o'tkaziladi. Bu usul orqali tosh to'liq olib tashlanadi va bemor muammodan to'liq qutuladi. Zarmet Protection universitet klinikasida buyrak toshlarini hech qanday kesmasdan siydik yo'li orqali zamonaviy usulda olib tashlaymiz. Maxsus endoskopik asbob siydik yo'li orqali kirib, toshni bevosita olib tashlaydi. Eng muhimi, bemor bir kunning o'zida muammodan qutuladi va ertasi kuni uyiga qaytishi mumkin bo'ladi. Agarda sizda buyrak toshi bo'lsa, vaqtni boy bermang. Zarmet Protection klinikasida shaxsan o'zim sizni ko'rikdan o'tkazib va zarur bo'lsa operatsiya choralarini ham ko'raman. Ko'rikka yozilish uchun manzil va aloqa raqamlari pastda qoldirilgan.